Voy, 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 urib ketdi. Aka nima qilyapsiz? Hali yurganim yo'q-ku. Mo'minjon sizmi? Abror aka sizmi? Aka, assalomu alaykum. Turib, bunaqa yuribsiz. Ozgina qornim ochgandi. Men bu narsa yey degandim-da shu. Sizlarcha odam qiynaysiz. Sen magazinga boramiz-da, bitta zo'r kolbasa bilan non beraman, orasini olib banglatasiz. Yuring. Amma qaytdim Mo'minjon. Talabamanmi men? Kelmasa yeymanmi men? Men shu ahvolimga Bo'ldi, Abror aka, xatga kirasiz. yo'q. Yarimtadan lag'mon yeymizmi? Yarim toqat bo'ladigan bo'lsa men qaytdim Mo'minjon. O'tiring, Abror aka, odam sharmanda qilasiz. Siz lag'mondan oldin yeb ko'ring. Bu Chorsuvdagi Xo'shang bor-ku, o'shani Qo'yliq masjididagi 3-filiali. Tanlang, bo'ldi. Aka, qarab oling. Yo'q, men planshet o'ynamoqchi emasman Mo'minjon. Ovqat beringlar menga. Okajon, bu planshet emas, bu menyu. Bizda faqat lag'mon emas, Yevro milliy Uyg'ur taomlarimiz ham bor. Go'shtli ovqatlaringizdan qanaqalari bor? Qo'shan firminniy bor, go'sht say bor, sumburu, sokoro bor, oka. Hammasidan 1 kilodan olib ko'ring. Shu ozginadan yesak yetadi 300 gramm. Men qaytdim Mo'minjon, bunaqa yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, qilmay qo'yavering. Abror aka, bo'ldi. Olib ko'ring. Shu hammasini yeyapsizmi? Men qaytdim Mo'minjon, bunaqa istahamni bo'g'azgan bo'lsangiz, men qaytdim. Bo'ldi, aka, bo'ldi. Yuring. Bu bizdan kompliment, oka. Mana bu Xo'shan restoranimizdan nomiga qo'yilgan ovqat. Xo'shang shumi? Ha? Bu meni bolalarim, zurriyotlarim. Ollaring, yelaring. Shuncha bolangiz bor ekan, ishlasa bo'lmaydimi? Qaytdim. Men ketdim Mo'minjon. Bunaqa millatli bo'ladigan bo'lsa kerak. Yo'q, o'tiring, tilim qursin, nima gap? Yo'q ollaring, odam masabni o'ylaysiz.